Assalomu alaykum. Alloh xudo xolasa yana bir xonadonga pandemiya bilan qorasini qo'yib berdik. Shkafning razmerlari 260 ga bo'y 210. Ko'rishingiz mumkin, qop-qoragina. Ichilarini ochadigan bo'lsa, ichlarida polka, vishilkali variant qilingan. Xo'p. O'rtasini ochadigan bo'lsak, o'rtada polkali oynali variantimiz va ichiga sef qo'yganmiz. Mana ichida o'sha 5000 so'm solindi. Oshmoshlarni vakuumli qilganmiz. Xo'p, bu tarafni ko'rsatadigan bo'lsak, bu tarafimizda ikkita vishilkali murskoy taraf. Buning oshmoshlari vakuumli qilingan. Shkafini bu yoqqa joylashtirib, Hispaniya termotumchilarni ko'rsatamiz. Bu yoqqa kichikroq xonaligi uchun termosi Hispaniyasini qo'yib berdik. Shkafimiz sig'maganligi uchun nari tarafga qo'ydik. Xo'p, Hispaniya ikkita tummuchkasi va ikkita yumaloqlarimiz pultdan yonib o'chadigan qilingan. Va baxmallarni shunaqa baxmalli qilib berganmiz, juda chiroyli baxmallardan va oyoq tarafida mana qo'shimcha so'falari bor. Sandiqlik narsalar qo'ysa bo'ladigan bemalol. Termolar tepalasi qop-qora oyna qo'yilgan va sensorlarimiz 3 xil rasvetkada yonadi. Ko'rishingiz mumkin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib tursanglar, xudo xolasa qilib beramiz. Narxi 11 million so'm, O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.